Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan navigatsiya Salxonda Muzaffar Juma xudo xolasa bugun 15-aprel 2025-yil aeroport Pulkovodamiz. Birinchi reysimiz Sankt-Peterburg, Buxoro, keyin Farg'ona, Samarqand, Toshkent yo'nalishi bo'yicha aviaqatnovlarimiz bor. Xudo xolasa registratsiyalarimiz boshlangan. Hozir bundan keyin soat 8:30da smena almashadi. Ya'ni eng yomoni ko'p so'rayotgan, qo'rqitadigan, xullas ichkarilarga yarim soat 20 minut ushlab turadigan smena bo'ladi. Katta summa berish kerak emas, cho'ntaklaringga 2-3 minggina bo'lsin xolos. Boshqa so'rasa ham berish kerak emas, hurmatli o'rtoqlar. Shuning uchun kelaverasizlar, xizmatlarimiz qo'ldan kelgancha like, podpiska tashlab qo'yinglar. Iloji boricha kengroq tarqatib qo'yinglar. Aeroportda 2-3 mingdan ko'p pul umuman berish kerak emas. Qo'rqitadi, boshqa qiladi, bemalol o'tib ketaverasizlar. Olib qolmaydi, reysdan boshqa qilmaydi.